Hukukni her bir insana verdi. Yaşaş hukukunu. Bu yaşaş hukukunu özümüz qoğduşumuz gerek. Endi bu yaşaş hukukunu her bir insana yaşaş hukukunu vergendikken aşın içindeki ayrılıp çıkan gül okşu rengarenk millet var. Her xil tıllar var. Her xil dinler var. Uygur millet biz yaşaşta ittifakımız bulmadı mı? Mana halimiz. Birinci qutqizgan nemiken? Dinmiken, milletmiken? Dava nemi dava? Ümmet davası mı? Millet, vatan, millet dava mı? Birinci, vatan millet davası. İbadet, şahsi ibadet. Süreye bassan ümmet dediken sen, vatan ikisi ümmet emesken. Bu Xitay, mana şundak yağan dava şıtırıp koyup, aşındak şerefsizlerini çıkırıp koyup. Hüseyin tecelli ediken, bu haramda bo'lgan xoin burunlarda vichatdim shundoq tadbiqlarni qilib da'vat qilib nurg'una demak odam tutibadi. Men degan musulmon haqiqiy Allohu akbar Allah bir haqdir degan meniki kitobim ibodatim Qur'on Allohning hukmi men Allohning quli ummati Muhammad degan bir qo'pib ko'p to'xta. Sen go'y Muşlamış terbilenip çıkıp bize millet ki millet ziyan kıgantın deyip töyteki sılaştı yok. Numus kuma Rabia Kazım'ı açtığında ki medya buldu çıkıp söylep duydu. Sürekli adam evet gellerinin. Vay Rabia Kazı hanım aşı şerefsiz bilen medya çıktınız. Aş sürekli adam evet ki şu tuysa şu cevap vermedi. Kendaşlar bu hak adalette kimning hatalık olsa içiş, yüzük silish, xalqni uyg'otish. Onu ayab, bunu ayab, bu ahvolimiz bu. Hozir Turkiyadagilar Turkning davosini qilyapti. U Uyg'urlik foiz yo'q u. Faqat aksincha ziyon bo'layotdi. Yan numus qilmay media chiqib muqaddas ziminimizning ismi Turkiston ekan deb. O'zal o'ylab yiqqanlar, Xitoy degan shuncha yo'qotdi Uyg'ur, men millatning da'vosi yo'q, ziminning da'vosi deb, millat yo'q. So'lamchilik bo'tdi ular. So'lamchilik. Boshqa narsa emas. Men Uyg'ur, men bizni yo'qotib men Uyg'ur millat. Zimin bizning millatimiz Uyg'ur, musulmonlik qila dema da'voda. Chunki g'ayri millat kafir, bu kuffar Nasaralar anlaydı. Sen musulmonlikning tarixini tab biladi. Faqat qiladigan da'voning milliy kimlik salohiyatini da'vo qil. Dunyoda super birinchi da'vo Uyg'urning da'vosi bo'ldi. Zamanning da'vosi qilmasang, qo'lan qurol ol, jihad qil, ol o'zing. Alalsan, ol, zamin da'vosi qilmaysan. Xitoy foydalanayotgan Janubsan azaytotida sen zemin talshivatsan. Sen o ismini nima bo'lsin, nima emas. Uyg'urning mustaqillik tashabbus qilib baq. Bir oy hammamiz Uyg'urni mustaqil deb baqayli. Ala qo'rqit demaydi. Xalq biz Uyg'ur mustaqillikka davrayli, medialar chiqaradi shuni. Sizlar yiqila, sizlar chiqinglar, po'qinglar, men yeyman. Qanday hujum qildiki ular? Hep bilen kardeşler, man müşahede filistler ulardı. Aynı ma yüzü kuratımız, aynı yenmedi yüzü körüp bakayla kardeşler. Ay, men tüylek kukası mı, yapılak olsun mu, yenmedi yüzü var kardeşler. Aziz kardeşler. Şunun için din deydi, dinni o süret okuduk,
o'tishga borib Qur'on tutkazdik deydi. Nurg'un kitobni o'qish kerak ular. Faqat Qur'onni emas. Nurg'un kitobni o'qish kerak. O'qigandan keyin bu haqqil bu farosatga yetadi. Hozir men shaxsiy taqdim bag'dan so'zlayman, to'g'ri? 30 yil o'qigan Gonsallarning qo'lida 30 yil o'qigan odamni ekibini oldim, o'rtasiga qo'y, qo'pab tikib o'tadi. Mening ishimda, mening kallamda nurg'un bilim bor. Endi bu o'qimagan odamga buni so'zlasam, uningki manfaat qilmaydi. Men so'zlab boqay Olimxonda. Hammasi chiqib qarqitib ketganlar. Bu tarixdan Uyg'urning qanday kelajak bunun qanday bo'lgan bishar deydi. Nimaga? Ana hiliqqa ko'lga paqa qachlab olgan. Lat qo'yib ketgan kallasi.